Assalomu alaykum hammaga. Bu obzorimizda biz Bloom seriyasidan yangi parfyumerniy duhi, ichida rozalarni hidi, bu atirgulni hidi va 30 ml bo'ladi. Hamyonbop narxlarda. Artikuli 3721. Bu parfyumerniy voda. Hozir men buni ochib, sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Mana bu yerda QR kodi bo'ladi. Originalniy mana yerda chiqqan datasi, srok godnostlari hammasi mana yozilgan bo'ladi. Hozir men ochib raspakovka qilaman. Mana bu yerda bunaqa chiroyli idishda chiqadi, biram chiroyli. Shunaqa ham go'zal va chiroyli qadoqda bunaqa ochiladi. Xuddi chulponlarga o'xshaydi bu seriyamiz. Hozir buni test qilamiz. Mana hidi juda ham zo'r. Muskusni hidi, ichida notki muskus bor, притягательный, o'ziga tortuvchi, нежный, yozga juda ham zo'r, bahor yozga juda ham tushadi hidlari. Yozda bemalol foydalansa bo'ladi, qishda, yozda juda ham yaxshi ketadi. Bu hamyonbop narxlarda bu. Tavsiya beraman, juda ham menga hidlari yoqdi.